Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, aziz ota-onalarimiz, qadrli ustozlarimiz, hurmatli faxriylarimiz, bugun siz bilan juda muhim, hayotiy zarur mavzu haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot ochig'ini aytaman, har bir nafaqaxo'r uchun, ya'ni pulini yo'qotmaslikni istagan har bir inson uchun juda ham dolzarb. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz yoki sizning ota-onangiz, bobo-buvingiz nafaqada bo'lsa, ushbu videoni bir daqiqa ham o'tkazib yubormang. Chunki sizning yoki yaqinlaringizning pulini saqlab qolish aynan shu ma'lumotlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Aprel oyining oxirigacha amalga oshirilishi shart bo'lgan ba'zi bir muhim qadamlar bor. Agar bularni e'tibordan chetda qoldirsangiz, afsuski moliyaviy yo'qotishlarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bu sizga eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib olish imkonini beradi. Keling. Avval masalaning mohiyatiga chuqurroq kiraylik. Oldinlari pensiya olish jarayoni qanday edi va hozir nima o'zgardi? An'anaviy tizimda ko'plab jarayonlar avtomatik tarzda inson omilisiz yoki minimal aralashuv bilan amalga oshirilardi. Bir marta hujjat topshirganingizdan so'ng pensiya yoki nafaqalar muntazam ravishda sizning hisobingizga tushib turardi. Odatda agar biror o'zgarish yuz bermasa, masalan manzilingiz o'zgarmasa yoki bank kartangiz muddati tugamasa, sizdan qo'shimcha hujjat talab qilinmas edi. Bu ko'pchilik uchun qulay edi, lekin shu bilan birga ba'zi kamchiliklarga ham ega edi. Masalan, vafot etgan shaxslar nomiga ham pensiya to'lanishda davom etgan holatlar yuzaga kelardi. Bu esa davlat byudjetiga jiddiy zarar yetkazardi. Ba'zan bir shaxs bir nechta turdagi nafaqani noqonuniy ravishda olar edi. Hozirgi davrda esa barcha sohalarda raqamlashtirish va shaffoflikka e'tibor kuchaymoqda. Davlatimiz pensiya va ijtimoiy nafaqalarni adolatli taqsimlash, mablag'lardan oqilona foydalanish maqsadida yangi mexanizmlarni joriy etmoqda. Shuning uchun ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun, ayniqsa qo'shimcha ijtimoiy imtiyozlar, moddiy yordam yoki subsidiyalar oladiganlar uchun ma'lumotlarni yangilash, shaxsiy holatini tasdiqlash majburiy qilib belgilandi. Bu jarayon hozirda nafaqaxo'rlarning pensiya ta'minoti tizimida aniqlik va adolatni ta'minlashga qaratilgan. Ya'ni davlat har bir so'mning to'g'ri manzilga borishini istaydi va buning uchun sizdan ba'zi ma'lumotlarni tasdiqlashingizni so'rayapti. Bu ayniqsa aprel oyining oxirigacha bajarilishi kerak bo'lgan muhim bir talab. Bu talabni bajarmaslik ba'zi hollarda nafaqangizning bir qismini yo'qotishga, ba'zi hollarda esa umuman to'xtab qolishga olib kelishi mumkin. Keling, endi masalaning asosiy qismiga o'tamiz. Aynan nimani bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlarga bu jarayon ta'sir qilmaydi? Birinchi navbatda shuni tushunishimiz kerakki, ushbu yangi talab bir qator qo'shimcha nafaqalar va imtiyozlarni oladigan pensionerlarga bevosita taalluqli. Oddiyroq qilib aytganda, agar siz faqat asosiy davlat pensiyasi olsangiz va boshqa hech qanday qo'shimcha moddiy yordam, subsidiya yoki imtiyozlardan foydalanmasangiz, ehtimol siz uchun hozircha to'g'ridan-to'g'ri xavotirlanishga sabab yo'q. Ammo agar siz quyidagi toifaga kirsangiz diqqat qiling. 2. 1. Asterisk. Uy-joy kommunal xizmatlari bo'yicha subsidiyalar oluvchi pensionerlar. Asterisk bu eng keng tarqalgan holatlardan biri. Ko'pchilik pensionerlarimiz kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni qoplashda davlat tomonidan beriladigan subsidiyalardan foydalanadi. Bunday turdagi yordamni oluvchi shaxslar har yili o'zlarining ijtimoiy holatini, daromadlarini va yashash sharoitlarini tasdiqlashlari shart. Agar siz aprel oyining oxirigacha tegishli hujjatlarni topshirib, subsidiyani olishga bo'lgan huquqingizni qayta tasdiqlamasangiz, keyingi oydan boshlab bu yordam to'xtatib qo'yiladi. Asterisk, misol bir Farhod amaki 70 yoshda. U yolg'iz yashaydi va har oyda issiqlik, suv, gaz uchun to'lovlarning bir qismini davlat subsidiyasi hisobidan qoplaydi. Odatda u bu subsidiyani avtomatik tarzda olardi. Lekin bu yilgi yangi tartibga ko'ra Farhod amakidan subsidiyani olishga haqli ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, so'nggi 3 oylik kamal to'lov qog'ozlari, oilaviy tarkib to'g'risidagi ma'lumotnoma, aprel oyining oxirigacha mahalla fuqarolar yig'iniga yoki davlat xizmatlari markaziga topshirish talab qilindi. Afsuski Farhod amaki bu haqda eshitmagan va topshirmadi. May oyidan boshlab uning subsidiyasi to'xtatildi. Bu esa uning uchun har oy qo'shimcha 1,5 ming so'm xarajat degani, pensiyasi esa atiga 900 ming so'm. Bu uning byudjetiga jiddiy ta'sir qildi. U endi qayta murojaat qilishi va qayta tiklash jarayonlarini boshlashi kerak bo'ladi. Bu esa vaqt va asabni talab qiladi. 2.
boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi shaxslar. Agar siz marhum oila a'zoyingizdan qolgan nafaqa yoki pensiya olayotgan bo'lsangiz va bu pensiya hali voyaga yetmagan bolalar yoki boshqa qaramog'idagi shaxslar uchun to'lanayotgan bo'lsa, sizdan har yili bu holatni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Masalan, bolalar o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlovchi hujjatlar yoki ularning qaramog'ingizda ekanligini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar. Astirish misol 2 Dilbaraya. 65 yoshda eri vafot etgandan keyin nabirasi 15 yoshga to'lguncha o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olar edi. Nabirasi hozir 17 yoshda va kollejda o'qiydi, yangi tartibga ko'ra. Dilbar ayadan nabirasining kollejda o'qishini tasdiqlovchi ma'lumotnomani aprel oxirigacha pensiya jamg'armasiga taqdim etishi talab qilindi. Bu talab agar nabira o'qishni tashlab yuborgan bo'lsa, Nurin to'lovlarini oldini olish uchun joriy etilgan. Dilbar aya bu ma'lumotni yetarli darajada e'tibor bermadi. Chunki o'tgan yillarda undan hech qanday ma'lumotnoma talab qilinmagan edi. Natijada may oyidan boshlab uning pensiyasiga qo'shib beriladigan nabirasi uchun bo'lgan qismi to'xtatildi. Bu taxminan 30 ming so'm tashkil etar edi. Endi u kollejdan ma'lumotnomani olib qayta murojaat qilishga majbur bo'ladi. Bu mablag' uning oilasi uchun ancha sezilarli yordam edi. O'chos nogironlik nafaqasi oluvchi shaxslar. Astirish nogironlik nafaqasini oluvchi ba'zi toifadagi shaxslar har yili tibbiy ko'rikdan o'tishlari va nogironlik darajasini qayta tasdiqlashlari lozim. Agar tibbiy ko'rik muddatiga qaramay sizdan qo'shimcha tasdiqlash talab qilingan bo'lsa, buni o'z vaqtida bajarish muhim. Astirish misol uchun Jamshid aka 6 yoshda 3-guruh nogiron sifatida nogironlik nafaqasi oladi. Uning tibbiy ko'rikdan o'tish muddati oktabr oyida edi. Ammo yangi tizim joriy etilishi bilan uning nafaqasiga qo'shimcha beriladigan maxsus to'lovlar uchun aprel oxirigacha sog'liqni saqlash muassasasidan muayyan ma'lumotnomani pensiya jamg'armasiga taqdim etish talab qilindi. Bu ma'lumotnomada uning nogironligi o'zgarishsiz ekanligi ko'rsatilishi lozim edi. Jamshid aka bunga e'tibor bermadi. Chunki u hali tibbiy ko'rikdan o'tish muddatiga ancha bor deb o'ylardi. Natijada may oyidan uning nafaqasiga qo'shimcha beriladigan 200 ming so'mlik to'lov to'xtatildi. Bu mablag' unga dori-darmon xarid qilishda juda yordam berardi. 4. Asos boshqa turdagi ijtimoiy yordamlar va imtiyozlar. Masalan, keksalar, nogironlar va yolg'iz yashovchilarga beriladigan moddiy yordamlar, ba'zi kasblar uchun qo'shimcha pensiya imtiyozlari. Masalan, to'qon sanoati, harbiy xizmatchilar va boshqalar uchun. Ular ham ma'lum muddatlarda tasdiqlanishini talab qilishi mumkin. Bu imtiyozlar doimiy bo'lmaydi va davlatning ijtimoiy siyosatiga qarab o'zgarib turishi mumkin. Astirish misol Mastura xola, Taymin yoshda. Yolg'iz yashaydigan keksa ayol sifatida har chorakda bir martalik moddiy yordam olardi. Bu yordam odatda avtomatik tarzda uning kartasiga tushardi. Lekin yangi tartibga ko'ra bunday yordamni olishda davom etish uchun u o'zining ijtimoiy holatini, ya'ni hali ham yolg'iz ekanligini tasdiqlovchi ma'lumotnomani mahalla fuqarolar yig'inidan olib DXMga topshirish shart edi. Mastura xola yoshi katta bo'lgani sababli bu kabi yangiliklarga e'tibor bermadi va topshirilmadi. Natijada u aprel oxirida olishi kerak bo'lgan moddiy yordamdan mahrum bo'ldi. Bu uning uchun ancha og'riqli holat. Chunki har bir so'm unga qimmat edi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Qisqacha aytganda, yuqorida sanab o'tilgan har qanday qo'shimcha ijtimoiy yordam, subsidiya yoki imtiyoz oluvchi har bir pensioner xavotirlanishi va holatini tekshirishi kerak. Agar sizning pensiya miqdoringizdan tashqari hisobingizga muntazam ravishda boshqa to'lov yoki imtiyoz degan yozuv bilan qo'shimcha pul tushsa, siz aynan shunday toifaga kirasiz. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Agar siz faqat asosiy pensiyani olsangiz va boshqa hech qanday qo'shimcha to'lov yoki imtiyozlarga ega bo'lmasangiz, ehtimol siz to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ostida emassiz. Biroq shunga qaramay, men baribir hammaga o'z pensiya ta'minoti organi bilan bog'lanib, o'z holatini aniqlab olishni tavsiya qilaman. Chunki ba'zida hatto asosiy pensiya to'lovlarida ham agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, bank kartasi ma'lumotlari eskirgan bo'lsa, kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Endi masalaning ikkinchi qismiga o'tamiz. Istisnolar, qaltis jihatlar va unchalik aniq bo'lmagan nozik nuqtalar. Bu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan bir nechta muhim holatlar bor. Biri, kasallik yoki nogironlik tufayli murojaat qila olmaslik. Agar siz yotoqda yotgan bo'lsangiz, og'ir kasallik tufayli mustaqil harakatlana olmasangiz yoki uzoq muddat davolanayotgan bo'lsangiz,
o'zingiz murojaat qila olmasligingiz tabiiy. Bunday holatlarda qonuniy vakil, ya'ni ishonchli shaxs orqali murojaat qilish mumkin. Lekin bunda ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan bo'lishi shart. Agar ishonchnoma bo'lmasa, eng yaqin qarindoshlaringiz, farzandlaringiz, turmush o'rtog'ingiz, mahalla faollari yordamida pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazi xodimlarini uyingizga chaqirishi mumkin. Ular hujjatlarni joyida qabul qilib olishlari kerak. Bu eng nozik jihatlardan biri. Chunki ko'pchilik keksalarimiz bu imkoniyat haqida bilmaydi. Astirish misol 5. Zuhra buvi takam 5 yoshda oyoqlari og'rigani uchun uyidan chiqa olmaydi. U har oyda yolg'iz keksalar uchun beriladigan qo'shimcha moddiy yordamni olardi. Aprel oyining oxirigacha uni tasdiqlash kerak edi. Afsuski qizi chet elda, o'g'li esa boshqa viloyatda yashardi. Uning ishonchnomasi ham yo'q edi. Natijada u yordamdan mahrum bo'ldi. Agar uning yaqinlari mahalla raisi orqali DXM xodimini uyiga chaqirtirganda muammo hal bo'lar edi. Bu kabi holatlarda mahalla faollari va oila a'zolarining yordami juda muhim. 2 asr chet elda yashayotgan pensionerlar. Agar siz doimiy yoki vaqtinchalik chet elda istiqomat qilsangiz va O'zbekistondan pensiya yoki nafaqat olsangiz, sizning holatingiz biroz murakkabroq. Odatda bunday hollarda pensiya to'lovini davom ettirish uchun siz har yili o'zbek diplomatik vakolatxonalari, elchixona yoki konsullik orqali tirikligingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma taqdim etishingiz kerak. Yangi tartib bu jarayonni o'zgartirishi yoki qo'shimcha talablar qo'yishi mumkin. Siz darhol O'zbekistonning o'sha mamlakatdagi elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qilishingiz kerak. Ba'zi hollarda MyBankov uz portali orqali onlayn tasdiqlash imkoniyati ham yaratilishi mumkin. Lekin bu haqda pensiya jamg'armasidan aniqlashtirish shart. O'ch-as hujjatlardagi xatolar va kamchiliklar. Ko'pincha pensionerlar hujjatlarni shoshilinch topshirishadi va ulardagi kamchiliklarga e'tibor berishmaydi. Masalan, eski pasport ma'lumotlari, familiya o'zgarishi, bank hisob raqamlaridagi kichik xato yoki imzoning yo'qligi kabi narsalar arizangizni rad etishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir hujjatni diqqat bilan tekshirish. Barcha ustunlarning to'g'ri to'ldirilganligiga ishonch hosil qilish juda muhim. Agar kerak bo'lsa, yoshroq, tajribaliroq kishilardan yordam so'rang. 4 asosiy yashirin talablar ba'zan. Pensiya jamg'armasi yoki DXM xodimlari og'zaki ravishda qo'shimcha ma'lumotnomalar yoki hujjatlar so'rashi mumkin. Bu haqida avval e'lon qilinmagan bo'ladi. Bunday holatlarda vaziyatni tushuntirishlarini so'rang va imkon bo'lsa, yozma ko'rsatma talab qiling. Agar qonuniy asosga ega bo'lmasa, talabni rad etishga haqlisiz. Ammo agar qonuniy asos bo'lsa, iloji boricha tezroq taqdim etishga harakat qiling. 5 muddati o'tgan bank kartalari. Astirish bu ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan, lekin jiddiy muammo. Agar pensiya kartangizning muddati aprel oxirigacha tugasa yoki allaqachon tugagan bo'lsa va siz yangi karta olmagan bo'lsangiz, pensiya hisobingizga tushmaydi. Bu esa pulni yo'qotish emas, balki olmaslik holati bo'ladi. Ammo baribir sizning pulingiz shu sababli ushlanib qoladi. Shuning uchun bank kartangizning amal qilish muddatini tekshiring va agar muddati yaqinlashgan bo'lsa, darhol o'zingiz xizmat ko'rsatadigan bank filialiga murojaat qilib, yangi karta oling. Bu juda oddiy, ammo ko'pchilik unutadigan muhim jihat. 6. Murojaat qilish muddatlari o'tgandan keyin nima bo'ladi? Agar siz aprel oyining oxirigacha belgilangan talablarni bajara olmasangiz, yuqorida aytilganidek, sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha nafaqalar, subsidiyalar yoki imtiyozlar may oyidan boshlab to'xtatilishi mumkin. Yaxshi xabar shundaki, aksariyat hollarda bu to'xtatish doimiy emas. Siz keyinchalik ham murojaat qilib, hujjatlarni topshirishingiz mumkin. Ammo bu holatda siz to'xtatib qolingan davr uchun mablag'ni qayta ola olmasligingiz ehtimoli yuqori. Misol uchun, agar siz may oyida murojaat qilsangiz, sizga iyun oyidan boshlab to'lovlar qayta tiklanishi mumkin, lekin may oyida yo'qotgan summani qaytarib olish mushkul bo'ladi. Shuning uchun har qanday holatda ham belgilangan muddatda rioya qilish muhimdir. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, amaliy maslahatlar. Xo'sh, nima qilish kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak? Asosiy qadam o'zingizning holatingizni aniqlashtiring. Avvalo, siz qanday turdagi pensiya yoki nafaqa olayotganingizni aniqlang. Pensiya kitobchangizni, bank kartangizdan tushadigan mablag'larning maqsadi ko'rsatilgan SMS xabarlarni yoki bank hisob varag'ingizni ko'rib chiqing. Agar siz faqat pensiya deb yozilgan summani olsangiz va boshqa qo'shimcha to'lovlar bo'lmasa, ehtimol siz uchun hozircha to'g'ridan to'g'ri xavotirlanishga sabab yo'q. Ammo agar subsidiya
moddiy yordam. Imtiyoz yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik kabi yozuvlar bilan qo'shimcha pullar tushayotgan bo'lsa, siz albatta harakat qilishingiz kerak. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, eng yaxshisi hududingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga telefon qilib, ularning telefon raqamlari pensiya jamg'armasining rasmiy saytida mavjud yoki pensiya jamg'armasining BNB qisqa raqamli ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, o'z holatingizni tushuntirib, maslahat oling. Ular sizga aynan sizning holatingizda qanday harakat qilish kerakligini aniq aytishadi. Astish yig'adam. Zarur hujjatlarni to'plang. Agar siz yuqorida aytilgan toifalarga kirsangiz, sizdan quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Pasport, asli va nusxasi. Pasportingizning amal qilish muddatiga e'tibor bering. Agar muddati o'tgan bo'lsa, uni yangilashingiz kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi. Asli va nusxasi. Bank kartasi yoki hisob raqami ma'lumotlari. Pensiya tushadigan kartaning rekvizitlari. Oilaviy tarkib to'g'risidagi ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Bu ayniqsa subsidiya yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun muhim. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar sizda qo'shimcha daromad manbalari bo'lsa, masalan, ijara yoki boshqa ishdan, bu ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Tibbiy ma'lumotnoma, nogironlik nafaqasi oluvchilar uchun nogironlik darajasini tasdiqlovchi tibbiy xulosa, o'quv yurtidan ma'lumotnoma. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun qaramog'idagi bolaning o'quv yurtida tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Qo'shimcha hujjatlar, boshqa turdagi imtiyozlar uchun tegishli qonunchilikda belgilangan boshqa hujjatlar. Har bir hujjatning asl nusxasini olib borishni va ularning nusxalarini ham tayyorlab qo'yishni unutmang. 3 qadam tegishli organga murojaat qiling. Sizga kerakli hujjatlarni topshirish uchun bir nechta variant mavjud. Davlat xizmatlari va qulay variant. Respublika bo'ylab DXM filiallari mavjud bo'lib, ular bir qancha davlat xizmatlarini bir darcha tamoyili asosida taqdim etadi. Odatda bu yerda navbatlar pensiya jamg'armasiga nisbatan kamroq bo'ladi. Sizning hududingizdagi DXM manzilini MyPinkakov uz saytidan yoki mahallangizdan so'rab bilib olishingiz mumkin. Ish vaqtlari odatda dushanbadan jumagacha soat 9:00 dan 10:00gacha. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. To'g'ridan to'g'ri pensiya jamg'armasining siz yashaydigan tumandagi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda sizga aynan pensiya masalalari bo'yicha mutaxassislar maslahat beradi. Mahalla fuqarolar yig'ini. Ba'zi hollarda ayniqsa moddiy yordam yoki subsidiyalar uchun dastlabki hujjatlar mahalla fuqarolar yig'iniga topshirilishi mumkin. Mahalla mas'ullari sizga qayerga murojaat qilish kerakligini aniq aytib berishadi. Xalq banki filiallari. Agar masalalar faqat bank kartasi bilan bog'liq bo'lsa, masalan, muddati o'tgan karta, bevosita pensiya kartangizni chiqargan Xalq banki filialiga murojaat qiling. Kod qadam. Arizani to'g'ri to'ldiring va tasdiqlang. Murojaat qilganingizda sizga maxsus ariza shakli beriladi. Uni diqqat bilan va to'g'ri to'ldiring. Agar savollaringiz bo'lsa, mutaxassisdan yordam so'rashdan tortinmang. Hech qachon tushunmagan joyingizga imzo qo'ymang. Arizani topshirganingizdan so'ng uning qabul qilinganligi haqida kvitansiya yoki tasdiqnoma olishga harakat qiling. Kelajakda biror muammo yuzaga kelsa, sizning qo'lingizda isbot bo'ladi. Agar siz MyDocuGov uz orqali elektron ariza topshirsangiz, har doim arizaning ro'yxatdan o'tgan raqamini va elektron tasdiqnomani saqlab qo'ying. Bir qadam. Onlayn xizmatlardan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqing. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa va MyDocuGov uz elektron hukumat portali orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ba'zi xizmatlarni aynan shu portal orqali ham amalga oshirish mumkin. Bu harakatlanishda qiynaladigan yoki vaqti cheklangan pensionerlar uchun juda qulay variant. Lekin bu imkoniyat har doim ham barcha xizmatlar uchun mavjud bo'lmaydi. Shuning uchun avval pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib, sizga kerakli xizmatning onlayn mavjudligini aniqlashtiring. Azizlar, unutmasligimiz kerakki, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan har qanday ijtimoiy yordam yoki imtiyoz odatda uni olishga haqli ekanligingizni tasdiqlab turishni talab qiladi. Bu shaffoflik va adolatni ta'minlash uchun zarur. Shuni yana bir bor ta'kidlab o'taman. Aprel oyining oxirigacha, ya'ni 30 aprelga qadar yuqorida sanab o'tilgan qo'shimcha nafaqalar, subsidiyalar yoki imtiyozlarni oluvchi pensionerlar o'z hujjatlarini yangilab, holatini tasdiqlashlari shart. Aks holda may oyidan boshlab bu to'lovlar to'xtatib qo'yilishi mumkin.
bu pensiya to'xtatiladi degani emas. Balki aynan shu qo'shimcha to'lovlar to'xtatiladi deganidir. Lekin bu ham moliyaviy ahvolingizga sezilarli ta'sir qiladi. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamga yetkazishga yordam bering. Ushbu videoni o'zingizning yaqinlaringizga, do'stlaringizga, qo'ni-qo'shnilaringizga yuboring. Kim biladi? Ehtimol bu ma'lumot biror kishining pulini yo'qotib qo'yishdan saqlab qoladi. Sizningcha bunday o'zgarishlar qanchalik zarur? Bu jarayonlarni soddalashtirish uchun yana qanday takliflaringiz bor? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men har bir izohni o'qib chiqaman va iloji boricha savollarga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali ma'lumotlar kutmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.